Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Eslaringizda bo'lsa, aka-ukalarimiz mana shu xonadonda sizlarga birinchi videosini yana chiqarib, ish tarmog'iga qo'yib sizlardan yordam so'rab edik. Aziz aka-ukalarimiz, yordam natijasida bu oilaga yordam juda ham kam, ya'ni bu moddiy bo'ladi aka-ukalarimiz. Agarki ovozimiz xiralashib shomolga xira borayotgan bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz aziz aka-ukalarimiz. Xudo xolasa, nima deymiz, bugungi videomiz mana shu xonadonda sizlarga yana ichki sharoitlarni, tashqi sharoitlarni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi videomiz biz sizlardan yordam so'ramaymiz, biron karta raqam qo'yamiz aziz aka-ukalarimiz. Bizni kuzatayotgan aka-ukalarimizga, nima deymiz, opa-singillarimizga, otaxon, onaxonlarimizga mana shu videomizda, ya'ni Sherzod akamiz, ya'ni Sherzod Musofirlar kanalini belgilab atmetgan qilib Sherzod akamizga jo'natib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Chunki bizning kanalimizda odamimiz juda ham kam, odam soni kam, podpisчик yo'q, kanal juda ham aktiv bo'lishi juda ham qiyin bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni nima demoqchiman aziz aka-ukalarimiz, nima deymiz, sizlarga mana shu xonani ishlarini hozir sharoitlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bir videoni olishdan maqsad, ya'ni bir Sherzod Musofirlar kanalini atmetga qilib jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalarimiz. Videomizni darshi tomosha. Shu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu oilani bir sharoitlarini mana ko'rib o'zingiz oxirigacha videoni kuzatib, xudo xolasa mana shu oilaga kelib yordam bersangiz, shu yerda juda ham xursand bo'lardik. Mana shu videoni shu yerda chiqaryapmiz. Ya'ni ekranni betiga biroq karta raqam qo'ymaymiz, chunki nima desam bo'ladi, bir ikkinchi qism bo'lyapti, xonadonning ikkinchi qism videosini chiqaryapmiz. Kelavering. Nima desam bo'ladi, biz yordam bera olmayapmiz. Ya'ni kanalimizda juda ham odam soni kam, obunachilarimiz kam, ya'ni nima desam bo'ladi, xullas kalom qiyin bo'lyapti yordam berish. Bar ahvolida ham, ya'ni sharoiti ham qiyin. Masalan, bir xil yordam beraman, bir xil yordam bera olmaydi. Shuning uchun shuni ba'ziga bizni mana shu videomizda Sherzod Musofir kanaliga atmetga qilib yo'l qo'shlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalarimiz. Mana o'zlaringiz ko'rsalaringiz, ya'ni birinchi videoga sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, uyda sharoitini sizlarga batafsil tushuntirib o'tganman aziz aka-ukalarimiz. Mana hozir o'tirayotgan xonasini men sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Mana ko'ryapsizlar, mana patologlar, mana uylar. Mana shu kelasizlar, mana shu bitta koridorcha, mana shkafni qarang, shkafda aka-ukalarimiz. Shu kostovoq 20 metrlikka suv turadi, tamom. Mana yashash mana shunday iborat bo'lyapti-da. Ya'ni nima demoqchiman aka-ukalarimiz, bir yashab turgan uy, ya'ni nima desam bo'ladi? Bir kvartira deydi-ku, kvartira. Ana shunday. Bundan endi hozir chiq deb bularni, ya'ni majburlayapti. Shuning uchun bizga murojaat qilgan edi. Uka, qo'lingizdan kelsa yordam bering, bir so'm bo'lsa ham, 2 so'm bo'lsa ham degan. Endi hozir yeb ichishga mayda-mayda akani o'zi ishlab turibdi. Qo'ldan kelgancha akani o'zi ham mazasi yo'q. Ya'ni iltimos qildik. Akamiz o'zidan yo'q, tusha olmayman dedi. Shuning uchun meni o'zim ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Ya'ni bu uy ham tog'da ko'dida, ko'rib turganlaringizda juda ham qiyin. Bu yerda yana latok bor. Balalarga ham qiyin ko'rib turganlaringizda. Sizlarga latokni ham ko'rsatib o'taman. Operator kelavering. Mana uy sharoitini sizlarga ko'rsatib beraman. Uy sharoitini. Mana uy sharoiti ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz, mana uy sharoiti. Mana bismillah. Aka-ukalarimiz, mana pichkani ko'ringizlar. Pichka juda ham qiyin aka-ukalarimiz. Mana pichka nima desam bo'ladi, bir maylardan tutab, qish payti juda ham qiyin. Bu yoqda mana ko'rib turganlaringizda maydan suv yetib, chak-chaklar bilan turbadan olib kelgan aka-ukalarimiz. Yashash sharoiti juda ham qiyin aziz aka-ukalarimiz. Mana biz sizlarga ko'zlaringizcha taqsimlab tushuntirib ko'rsatib o'tyapman aka-ukalarimiz. Noilojlikdan, mana shu oila noilojlikdan yashab turibdi o'sha kvartiram bo'lib. Ya'ni bu xonadon bir nima desam bo'ladi, vaqtida qurilib, mana shuga nol bo'lgan mana shu oila kelib vaqtinchalik yashab turibdi aka-ukalarimiz. Mana sharoitni ko'ringizlar, mana sharoitda mana sharoit juda ham qiyin. Mana qo'rchoqlarni qarangizlar aziz aka-ukalarimiz.
qo'rchoqdi. Mana shu mayda bachchalar juda ham qiynalib ketdi aka-ukalarimiz. Kelingizlar birgalashib yordam berak. Mana shu videomizni Sherzod Musofirlar kanaliga mana shu atmetga qilib jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalarimiz. To'g'risini aytsam, bu oilani ko'rib achinasizlar. Agar kimki bu oilani kelib ko'raman desa, o'z ko'zi bilan qanday yashayapti, bu uy-joy kimning nomida, kvartirada yashayapti, yo'qmi desalaringiz, 93 534 04 94 raqamiga telefon qilsalaringiz, men o'zimda shaxsiy telefon nomerim bo'ladi. Shu telefon nomerlariga WhatsApp bo'lgan aka-ukalarimiz promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Men sizlarga batafsil tushuntirib, ya'ni aytib o'taman aka-ukalarimiz. Bir o'tayotgan xonasi bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta gilam aka-ukalarimiz, nima desam bo'ladi sizlarga? Qo'ldan kelgancha men sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana shu videomizga befarq bo'lmasdan bittadan like bosib, Sherzod Musofirlar kanaliga shuni jo'natib qo'ysalaringiz, shu videomiz yetib borsa juda ham xursand bo'lamiz aka-ukalar. Men sizlarga pechkani ko'rsatib o'tdim. Bitta kaldorcha mana uy tepasi kalatcha, mana qish payti mana o'tin solib qo'yadi, u solib qo'yadi. Bu uyda ham jilon chiqadi, kalamush chiqadi, u chiqadi. Yashash sharoiti juda qiyin aziz aka-ukalarimiz. Keng aka-ukalarimiz mana shu yo'g'di, mana shu masalani Ehsonda hayit namoz bo'ldi ya. Hayit namozda bir akamiz mana shu yo'g'di ehson qilgan edi. Bir ikki narsa ehson qilgan edi. Mana shu hayit namozdan keyin mana qolgan mana shu masla jov bo'ladi aka-ukalarimiz. Ya'ni produktimiz yetsin deb mana shu ekonom qilib ishlatib mayda jiyapti aziz aka-ukalarimiz. Ro'za namozdan bayon hisoblab ko'rsalaringiz, mana shu 5 litrik joyda mana shu yarim qolgan. Mana men sizlarga ko'rsatib, mana shuni men o'zim qo'lim bilan olib kelgan, ehson qilgan narsalaringiz aka-ukalarimiz. Mana uyda sharoiti mana shuna, mana ikkinchi xona minish tuyapti aka-ukalarimiz, mana dab-dalasi chiqyapti-da. Aka-ukalarimiz, nima deymiz? Videomizda tugatib qolamiz. Ko'p gapirishim odamlarga yoqmaydi. Ya'ni bitta narsani aytib o'taman-da, masalan, internetda bir aka-ukalarimiz boshqa videolarda ko'rib qolsa, shu oxirida tomosha qiladi. Lekin ko'p narsani men shohidi bo'lganman, ko'rganman. Internetda bitta video chiqsa, mana shu xonadonga ehson qil desa, shu videoni shunday o'tkazib beradi-da. Masalan, o'zimizda ham bo'lganda, hozir mana shu darajaga kelib, mana shu qiynalgan oilalarni ko'rib, afsuslanib, mana shu xonadonga kelib yordam berayin degan maqsadda kelib mana shu video qilyapmiz aziz aka-ukalarimiz. Videomizga befarq bo'lmasdan bittadan like bosib, ya'ni Sherzod Musofirlar kanaliga shuni podpisa jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Ya'ni kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar. Mana yerda latak bor. Mana juda ham qiyin-da. Ikkita yosh balasi bor. Mana agar lataka tushsa, xudo ko'rsatmasin, juda ham opasn aziz aka-ukalarimiz. Agar malol kelmasa, mana shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalarimiz. Yana bitta iltimos qilamiz, Sherzod Musofirlar kanaliga mana shu videomizni podpisa qilib jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Nima deymiz? Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, omon bo'lingizlar.